3 etajli kvartirani to'g'risi bor, o'zim birinchi marta ko'ryapman. Mana men mansarda deb o'yladim. Mansarda emas ekan, o'rtoqlar, qaranglar. 3-etaj, bu yoqda mana 2-etaj. Eng qizig'i, polniy obshivkasi 500 kvadrati panel bilan bo'lgan. Qaranglar, bu yoqda mana kirish eshigi turibdi. Bu yoqda ham kirish eshigi turibdi. Pastda ham kirish eshigi bor. Ya'ni uy egasi 3 uyi tepa-past 3 etaj olib, короче, uy qurganlar-da, qaranglar. Zinani polniy dekapolli mahsulotidan obshivka qilib yuborishgan. Nodatiy chiqqan, ko'rasizlar? Mana. Boshqacha, xullas tez bitta deyaptilar. 500 kvadratli obyomni taxminan 14 kunda bitirib tashladik deyaptilar. Mana bu yoqda mana birinchi etajli eshigi. Voy, to'g'risi bunaqa kvartirani birinchi marta ko'raman. Nima deysizlar? Ko'rganmisizlar yoki yo'q? Xullas, sizlar ham mashina qilib panel bilan uylarni obshivka qilgan bo'larmidinglar. Endi ustunligini aytaman, qaranglar. Olovda yonmaydi, o'zini o'zi o'chirish xususiyatiga ega, pajar chiqmaydi, suvdan 100% cho'chmaydi, tarakan yig'maydi. Ana kvartirada eng asosiy muammo tarakan to'plab yuboradi uyga. Mana o'ziga o'zi chaqirmaydi. Anti termit. Ekologik toza. Voy, gap yo'q bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Tez bitadi. Xullas, kimga shunaqangi mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma ma'lumot pastda. Dekapol har doim xizmatga tayyor. Bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Hammaga rahmat.